Kurash ming yillik qadriyatimiz va milliy sportimiz. Dunyoda bu bilan 30 million, O'zbekistonda 30 ming kishi professional shug'ullanmoqda. Havaskor yoshlar bundan ham ko'p. Shuning uchun har bir viloyat markazida kurash mahorat maktablari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Xususan, Jizzaxda ham ana shunday maskan qurilishi davom etmoqda. Mamlakatimizda sport turlari bo'yicha alohida ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Maqsad sport turlarining ommaviyligini oshirish, iqtidorlarni saralash va xalqaro musobaqalarga tayyorlashdan iborat. Xususan, Sharof Rashidov tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida Jizzax kurash mahorat maktabi bunyod etilmoqda. 3 qavatli asosiy binoda 100 o'rinli oshxona, 2 va 3 qavatda yotoqxona, murabbiylar uchun alohida xonalar, chigala yozdi mashg'ulotlar uchun ham trenajyor zallari tashkil etilmoqda. Binoga yondosh qilib, shug'ullanuvchilarning asosiy mashg'uloti uchun 38 ga 40 o'lchamda yopiq sport zali ham qurib berilmoqda. Bu yerda sportchilarning yuvinish, kiyim almashtirish xonalari, musobaqalarda hakamlar uchun ham alohida xonalar tashkil etilmoqda. Shuningdek, mahorat maktabi tarbiyalanuvchilari uchun 24 ga 42 o'lchamda mini futbol maydoni ham qurib berilmoqda. Ayni paytda qurilishlar qizg'in davom etyapti. Asosiy binoning tom qismi yopilgan bo'lib, ichki pardozlash ishlari olib borilmoqda. Prezidentimizning 48-81 sonli qaroriga asosan Jizzax viloyati kurash mahorat maktabi tashkil etilgan. Mana shu maktabimiz asosiy binosida hozirgi kunda pardozlash ishlari olib borilmoqda. Shu xuddi mana shu yili 2-sentyabrda kunidan boshlab o'qish rejalashtirilgan. Ya'ni mana shu iyul-avgust oylarida bizda qabul imtihonlari bo'lib o'tadi. Bu yerda 140 nafar sportchi shug'ullanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Birinchi mana shu Jizzax viloyatida tashkil etilayotganligi sababli 5-sinfga qabul qilinadi. Qolgan sinflar to'ldirilish ehtimoli bor. Hozircha endi biz rejalashtiryapmiz. Ya'ni bu yerda o'zini rejasi bo'yicha 5-sinfdan 11-sinfgacha o'qish milliy kurash sport turi bilan chuqur shug'ullanishadi. Asosan o'g'il bolalar shug'ullanadi. Bizning asosiy maqsadlarimiz mana shu respublikaga va terma jamoalarga bolalarni yetkazib kelish hamda yuqori natijalarni qo'lga kiritish asosiy vazifamiz va maqsadimiz deb bilaman. O'quvchi sportchilarning umumta'lim darslari bo'yicha ta'lim olishi kurash mahorat maktabiga yaqin joyda joylashgan umumta'lim maktablarda tashkil etiladi. Qurilishlar yakunlangach, maktab to'liq zaruriy jihozlar bilan to'ldiriladi.